Mana normada deylik ayol kishini tuxumdoni. O'rtacha shunaqa kattalikda bo'ladi tuxumdon ham. Va keling shuning ichida deylik bizda endometrioidniy kista bor. Deylik shu tuxumdonning ichida mana endometrioid kista bor. Mana bu shunaqa holatda o'zida ko'rsak, o'zida tuxumdonning ichida endometrioid kista borligini aniqlaymiz. Mana u sekin ko'rinyapti. Xullas, xirurglar operatsiya qilishayotganda uni hali ko'rsatganimdek dum-dumaloq holatda olib tashlash olmaydi. Bu juda ham murakkab. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, kistani olib tashlash uchun sog'lom tuxum donni to'qimasi ham, mana ko'ryapsizlarmi, shunaqa yopishgan bo'ladi. Sog'lom tuxumdonni ham to'qimasi ketib qoladi. Buni olish uchun, chunki ichida endometrioidniy kista bor, mana. Va boya ko'rsatgan tuxumdonimdan faqatgina shu qismigina qoladi. Va bu tuxumdon zaxirasini kamayib ketishiga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Bu tuxumdon qandoq edi va qolgan tuxumdon qanaqa, zaxira juda ham kamayib ketib qoladi. Shuning uchun tuxumdonni ustida qilinadigan har bir operatsiya, qanaqa operatsiya bo'lishidan qat'iy nazar, agar sizda kelajakda homilador bo'lish niyati bo'lsa, albatta sizga reproduktolog konsultatsiyasi talab etiladi. Chunki albatta reproduktolog kerak bo'lsa, xirurgik davoni ma'qullaydi, lekin sizga shu tuxumdonni saqlab qolishga imkoniyat beruvchi muolajalarni tavsiya etishi mumkin va bu yo'lda sizga yordam berishi mumkin. Yo'q bo'lib ketadigan kistalar bo'ladi. Bular folikulyar kistalar yoki sariq tana kistalari. Ular anaqa talab etmaydi, xirurgik davo talab etmaydi. 14 kunda, uzog'i 1 oyda unaqa kistalar o'z-o'zidan so'rilib ketadi. Ba'zi bir holatlarda to'g'ri ko'rishimiz mumkin, sariq tana kistasini olib tashlashgan yoki folikulyar kistani olib tashlashgan qachon bo'ladi? Ekstremniy holatda, agar o'sha masalan kista bo'lsa, kistani oyoqchasi bo'ladi. Mana shu kista oyoqchasi atrofida aylanib qolsa, buralib qolsa, oyoqchada yoki tuxumdon apopleksiyasi deymiz, tuxumdonni aylanib qolishi natijasida mana shunaqa holatlarda qanaqa kista bo'lishidan qat'iy nazar srochno operatsiya qilishga bu narsa ko'rsatma bo'ladi. Boshqa holatlarda albatta operatsiyadan oldin reproduktologdan maslahat olib, konsultatsiyadan o'tib, keyin operatsiya qilgan yaxshiroq, foydaliroq, asorati kamroq sanaladi. Agar sizga videorolikimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta buni kommentariyada yozib qoldiring. Qiziqarli savollaringiz bo'lsa ham, albatta biz ularga keyingi videoroliklarda javob berishga harakat qilamiz.